Ana o'sha ishtirok etgan siz aka xolis masalasi bo'yicha sudga murojaat qilsangiz, sudga olib mas'ulga ozod kelishga majbur emasman. Nimaga majburlasiz? Mana xolisga qarang. Nimaga majburlasiz? Xolisga. Men qarang, men sizdan buzirish dedim. Men xolos savol beryapsiz. U unga nima yo'q? Yo'q, savol beryapsiz, javob beryapman. Hozir bu mani ish. Bu mani fuqarolik ish. Aka, qarang. Buni siz yozuvchi ma'noga ekanligi uchun men Qatortol MF Yoshlik ko'chasi 2-uyda yashovchi Ergashev Sherali Umaraliyevich, Qo'shtepa tumani Langar MF Nurli ko'chasida yashovchi Muhammadov Abdullajon. Arzon jamoat klub 20-05-2020 soat 10:00 da majburiy ijro harakatlari olib borish to'g'risida maxsus talabnoma 10/7/26 sonli berilganda qarzdor shaxs maxsus talabnomani olishdan keskin bosh tortdi, qarshilik ko'rsatdi va baqir-chaqir qildi. Baqir-chaqir qildi deb yozganman. Mazkur dalilnoma bir nisbatan sud o'qib eshittirilgan, e'tirozga bo'lmaydi. To'g'ri, kelganlik bo'yicha syomkalar ham bor. Kelganimiz bo'yicha, topshirganimiz bo'yicha yo'q, pochta orqali yubormagan. Qo'zg'atish qarori qabul qilingandan keyin mazkur holatlarga kirishga asos bo'ladi. Yo'q, aka, sinab ko'ringan. Bu bo'yicha qo'zg'atish qarori qabul qilingandan keyin majburiy ijro harakatlariga kirishga asos bo'ladi. Sudning yo'li bilan Tanishtirilgan qo'zg'atish qarori bilan tanishtirilgan. Aka, endi o'qib eshittiraman, to'xtab turamiz. Qo'shtepa tumani hokimligi qurilish to'siqlarsiz muhitni yaratish kommunikatsiya, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha bosh mutaxassisimiz Jetdalar, Qo'shtepa tumani IIB xodimlari, Qo'shtepa tumani favqulodda vaziyat bo'limi xodimlari Jetdalar, Qo'shtepa tumani kadastr agentligi xodimlari Jetdalar, Qo'shtepa tumani ovozalashtirish boshqarmasi xodimlari Jetdalar, Qo'shtepa tumani eshonguzar mafiya xodimlari ular ham chetda. Qo'shtepa tumani Qumtepa mafiya Chorag'on ko'chasi 30-da yashovchi Mamatqulov Janoldin Qodirovich. Majburiy ijro byurosi Qo'shtepa tumani bo'limi ishini kunga bo'lgan fuqarolik ishlari bo'yicha Marg'ilon tumanlari rostligining 18/09/2025 yil kungi 25/04/18/628 sonli qaroriga asosan Qo'shtepa tumani eshonguzar mafiya Marg'ilon ko'chasida qo'yilgan sovuq qismida 96 metr kvadrat yer uchastkasi joylashgan 60 metr kvadratdan iborat bo'lgan temir konteyner va 36 metr kvadrat bo'lgan metal naves javobgar Mamatqulov Janoldin Qodirovich tomonidan yoki uning hisobidan tushirilish hamda 96 metr kvadrat yer uchastkasi javobgar tomonidan yoki uning hisobidan foydalanish uchun yaroqli holatga keltirish to'g'risida ijro hujjati bo'yicha majburiy ijro harakatlari boshlandi. Qarshilik ko'rsatilgan har qanday shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 338-1, 338-2 moddalariga asosan davlat ijrosi qonuniy xatti-harakatlari qarshilik ko'rsatish bo'yicha javobgarlik tortish bo'yicha rasman ogohlantiraman. Mana syomkani qilishyapti. Biz tarafdan mana xodimlar, ichki ishlar xodimlari hammasi chiqdi. Agar majburiy ijro harakatlarini boshladi, e'tirozlar yo'q. Boshladik. Ikkinchi model boshqargan sudga nima o'rnashadi? Agar u masala bo'yicha, qarang, siz har qanday holat bo'yicha siz yozma ravishda murojaat qilasiz. Qarang, kecha bordingiz, yozma ravishda murojaat qilmadingiz. Yozma ravishda murojaat qilishingizni so'radim. Aka, to'xtang. Agar siz yo'q, qancha haqqingiz bor. Sizga ariza yozib bering, desa yozib bermadingizmi? E'lon qilib ochib bermadingiz, siz so'ramadingiz. Qana asosan so'raganingiz. Yo'q, so'raganingiz haqida arizangiz qani? Yozib bermadim. Viloyat ko'rib chiqsa nima qilasiz? O'zgarishni qoldirilgan. Aka, boshladik. Mana boshlaysiz. Xodimlarimiz qani? Obodonlashtirish xodimlari. Mana boshlaysiz. O'zgartirsiz. Aka, e'tirozingiz bo'lsa, aka, e'tirozingiz Durmaslik kerak. Bu shu ketyapti. Buni bo'lmaydi.
urmaslik kerak, urmaslik kerak. Qaytama qaytarib turpani urmang deb. So'kmang deyapman.